Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan qiziqarli faktlar. Nimaga? Nima qilding? Hozir zombini yelkasiga chiqib oladi, qarang. Chicken jockey. Chicken jockey bo'ldi bu. Chicken jockey. Sizlarga o'qitilgan shit kerakmi? Unda mana sizga uning uchun hozir mana bu kerak bo'ladi. Mana shuni o'qib olinglar. O'qib olgan bo'lsanglar boshladik. Mana bu orqali yana buni ham, hattoki buni ham, hattoki qaychini sehrlab bo'ladi. Sizlarni urib o'zini joni ketishini xohlaydi. Stop, birozgina adashibman. Nimaga aynan adashdim? Mosh edimmi nima? Mosh kerak, mosh bo'ladi. Udacha moshmi? Ship. Ship kerak edi bunga. Mana ko'proq shipdan kerak, qaranglar. 12-chi. Birangilarni sizlar ham shipga ship emas bu. 12. Xo'sh, kimga kerak ship? Ship kimga kerak? Elitraga ship qo'yib bo'larmikan? Ya, afsuski elitraga bo'lmaydi ekan. Shitgacha ship qo'yib bo'lardi. Adashmasam bo'ladi. Qanaqasiga bo'lmaydi? Mayli. Endi qaranglar, bu nima qiladi? Hozir ko'rsataman. Выживание qani? Stop! Ko'rdinglarmi? Shit nima qiladi deysizlarmi? Xo'sh. Asosan shit orqasiga qaraganda ot meni. Yo'q. Ana ko'rdinglarmi? Urguncha o'lib ketdi. Lot. Shit qanday shit bunday zasht qilyapti? Shit bilan zasht qiladigan shitda bu.
Ha. Endi shipi bor ekan deb urolmanglar. Chiqvordinglar. Keyingi fakt. Siz uyingizni yo'qotib qo'yapsizmi? Buni yechimi juda oson. Bizga mana bular kerak bo'ladi. Magnit. Kim bilsa magnitga kompasda ulab bo'ladi. Magnitni startga esa oson. Birinchi bo'lib pechkada blujnik pishirib olamiz. Va uni arralab mana bunaqa qilamiz. Xo'sh, keyin vertakka kelamiz. Mana bunday qilamiz. Stop, o'xshamadi. Вот. Endi buni uyimizni xohlagan joyga qo'yamiz. Va kompasga ulaymiz. Endi uzoqroqqa borsak ham kompas o'sha yerda ko'rsataveradi. Qani men o'lgan joy? Qayerda o'ldim men? Narsalarim prosta tak yerda yotibdi. Hech kim kiyolmabdi, shunisiga rahmat. Tak, faktlar tugadi. Kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin albatta. Aytgancha Epic Uy 3-qismda ham yaqinda olaman. 4 ha 3. Bu Elytra nima qilishini bilasizlarmi? Menda salyut yo'q, lekin tepaga ko'tarila olaman. Umuman menda salyut yo'q. Yomg'irdan farqim qolmadi. Mana salyutim umuman yo'q. Uy. Yomg'ir hali keyingi fakt. Yomg'irdan keyin qor kelar ekan. Tushunmadim. Qor cheksizmi? Qor qayerdan kelyapti? Shuni tushunmadim. Tomosha qilinglar. Yuhu! Mazza. Judayam mazza. Hammasi menga mazza. Hammasi menga mazza. Oppa.